Assalomu alaykum hurmatli vatandosh kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Uchko'prik chorva bozoridan video syomka jarayonlarini olib boryapmiz. Hozirgi videomiz semiz buqalar, yosh buqachalar va boqma buqalar haqida bo'ladi. Mana shu joydan savdo bo'layotgan joylarni ko'rsatdik. Mana savdo bo'lib turibdi. 63 dan taroziga ikkalasi bir joyga 63 dan taroziga savdo bo'lyapti, berilgani yo'q. Videomizni shu joyiga, videoga like bosmaganlar bir donadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Like tugmasini yonginasida qora tugmada obuna yoki podpisatsiya tugmasi bo'ladi. Shunda bizga obuna bo'lmaganlarga chiqadi u tugma. Obuna bo'lmaganlar sekin obuna bo'lib qo'yasizlar. Ikkitasi 63 dan berilgani yo'q. So'rab turibdi, berilgani yo'q. Bular nech puldan so'rayapti, xormaylar aka? Kichkina 25 so'rayapti. Bu ham tiqilib qolibdi lekin 25 ga berilmayapti. Holatlari yaxshi. Semizlarcha ko'p kirmabdi bugun bozorga. Endi boqmalarga qarab ketaveramiz. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Shu. Qancha? Chekam 30 million. Ozgina kam 30 million savdo. Ozgina kam 30 million savdo bo'lyapti, berilgani yo'q lekin. Kattalardan ham kiribdi vahshiy. Gigantlardan. Bu nech pul so'rayapti aka? 25. 25. So'rabdi. Berilgani yo'q. Bo'ylari bo'ydor, boqadigan xonasiga kelgan. Ha, nimaga yemasan qo'toq hozir 21.5 bo'ldi deb. 21.5 ga bermadi. Sotdingizmi? 21 savdo bo'lyapti, berilgani yo'q. O'zini chaqirib so'rayman. Sotdim. Mana 22 desa bo'laveradi. 21 ga chiqdi savdosi, berilmayapti. Boqmalar yaxshi lekin, boqmalar anchagina kiribdi. Orasini 22 so'rayapti. Nech pul so'rayapti buni? 22 so'rayapti. Holatlari yaxshi. Nech pul baho aytyapsiz aka bunga? 24. 24? 22 ga berilmayapti, 24 baho aytilyapti. Boqiydigan bu qo'ygan lekin. Eti ham qattiq. Eti yaxshi lekin yemayib turgan ekanda. Nomer qo'yamizmi aka? Yo'q, sotib yuboraman. Bugun xudo xolasa sotilib ketadi. Nomer qo'yilmaydi. Mana boqmalar rassa kirib borib, bo'ylari bir-birini atrofdalar. Assalomu alaykum aka. Qormang charchamayapsiz. Nech puldan so'rayapti aka bularni? 18.5 dan. Ular 17 dan kami bor. Mana ular 17.5 dan kichkinalar, 17.5 dan kami bor. Mana ular 18.5 dan kami bor. Holatlari yaxshi. Asa boqiydigan joyga kelibdi bular, ha? Bir yosh atrofida hali bular. Bir yosh atrofida. Bo'ylarini orqaroqdan ko'rsadik. Buni qaranglar. Bari stakan suyoq, oyoqlar. Birorta tuyoq o'sib ketmagan. Bular nech puldan so'rab bozor aka? 17.5 dan. 4tasinimi? Ikkitasi. Ikkitasini 17.5 dan. Halilar 17 dan kami bor. Bular 17.5 dan qolganini kami bor. 5tasini 17.5 dan kami bor. Mana ularda 17 dan berilmayapti. Ikkita kattaroqlar. Bularda chinda eti ham balandroq ekan. Agar bir joyga olsalaring kelishtirib berilaveradi aka. Kelishtirib. Nomer aytib yuboring aka. 90lik. 90lik 584 584 58 33. Sog'liqlarga bir hafta garantiya berasiz aka. Sog'liqlarga bir hafta garantiya beriladi, dastavkasi ham beriladi. Mana ular ham lekin yomon narsa emas. Mana qorani qarang. Mana shu qorani olsangiz baraka topasiz. Ko'ryapsizmi, ichida ajrab turibdi. Hammasini ham orqasi butun ekan, lekin mana qora zo'r narsa ekan. Mana shu sotilib ketmasa, mana shuni olib qo'yinglar lekin. 17.5 dan o'tib beraman deyapti. Mana 19 ga chiqib savdosi berilgani yo'q.
Bular necha puldan so'rayapti aka? Gapirishasan. Ikkala qorani 33 million bir joyga 16,5 dan bo'ladimi? 16,5 dan. Ikkalasi ham polvon bo'ladigan narsalar ekan. 16,5 dan. Bo'ylari shu 1.5 dan oshiq, 1.10 dan kamroq. O'ylanmay, teng. Sog'liqlari yaxshi? Kuchdan qaytarib turibdi mana qaranglar. Sog'liqlariga bir hafta garantiya berasizmi? Sog'ligiga bir hafta garantiya beriladi, bir hafta sinab olaverasizlar. Kuchdan qaytarishni qaranglar. Telefon nomeri aytib bering. 91lik 656 0013 aloqaga chiqaverasizlar. Yigirma baho aytilyapti. Narxlar ham sizdanmi? Buni 20 kam bor, bularchi? 17. 20 kam bor, mana ularda 17 so'ralyapti, kami bor. Eti yaxshi lekin. Holatlari bu. 16 dan o'tib bering deyapti, savdo qilyapti. 16 dan o'tib bering deyapti. Bo'ylari 1.5, mana ular 1.10 dan. 1.15 dan kam emas deyapti egasi lekin. Necha santimetr deysizlar o'zing mana. Mana g'ov nechiga qo'yilgan? G'ov nechiga qo'yilgan? 90 ga qo'yilgan bo'lsa mana g'ovdan chamalab olaverasizlar o'zing. 85-90 ga qo'yilgan g'ov. Bitta metr ham olaman shekilli endi. Ana cheklar necha pul so'radi katta? 18,5 so'rayapti. Nomer aytib bering. 99lik 901 36 40 aloqaga chiqaverasizlar. Sog'liqlariga bir hafta garantiya berasiz-ku? Sog'liqlariga bir hafta garantiya beriladi. Oldilaridan topdik. Holatlari yaxshi. Endi maydalarni bir qadar ko'rsatdik. Necha puldan so'rayapti aka? Farmang buni. 32 deyilyapti. 30 so'rayapti. Orqalari to'g'richak. Bo'ladigan narsalar ekan lekin. Va ikkalasi zo'r ekan. Bular ham sizdanmi? Yo'q, bu sherikniki. Bu sherikniki. Mana ikkitasini 15 dan so'rayapti, berilgani yo'q. Salonda ekan hozir. Bular necha pul so'rayapti aka? Bularda hali so'ragan yo'q ekan. Egasi borlardan, portatorik egasi borlardan. Oldingizmi buni aka, sotiladimi? Necha pul? 14 ga chindi kami bor. Orqalarga qaranglar. Yaxshi narsa ekan, yosh buzoqcha. Qancha so'rab bozor aka? Bo'ylari shu 1 metrga bormay qolar. Baland qancha so'radi? Eng baland. Baland qancha so'radi? Eng baland qancha so'radi bozor? 13,5. Bozor 13,5 so'rabdi. Berilgani yo'q ekan. Holati yaxshi. Chindik tepinib qo'yapti. 13,3. Bular bo'ydor lekin. 14 million 13,3. Necha puldan aka? Hormang buni. Jupiga 26 qilyapti 13 dan. Holatlari yaxshi. Orqalari ozgina ingichkaroq ekan. Bular necha puldan so'rayapti aka? Ikkalasi 24,5. Egalasi sariqda 24,5. 12 million 250 dan. Bular yaxshi lekin. Boqsa bo'ladigan. Bo'ylari shu 1 metrga bormay qolar. Buni olsin, bexijolat. Kuchdan qaytaryapti. Sog'liqlari yaxshi? Ha, bexijolat. Yeb-ichishga bir hafta garantiya berasizmi aka?
Yebishga bir hafta garantiya beriladi. Yo'qsa bo'ladigan ikkalasini bir joyga olib qo'ysa nima bo'laveradi? Necha baho aytyapsiz? 805 95lik 805 98 38. 98 38 qancha deyapsiz o'zingiz? Mana sana Arg'amchi bitta boshqa qilyapti ikkalasini. Mana hozir 26 yarim kami bor. Oh, buzoqlar kiribdi mo'g'ralar. Sifat buzoqlar. Bu buzoqchalar sizdanmi aka mana bular? Chiqasiz. Vatan o'zi aka, vatan. Vatansizmi? Siz ko'raman. Buzoqchalar. Bu sizdanmi bular? Sizdanmi aka bular? Yo'q, bizdan aka. Buni egasi yo'q ekan, ikkita kichkina buzoqcha. Bu sizlardan emasmi buzoq? Turishini qaranglar bular. Ikkalasi ham kuchlarni qaytarib turibdi. Bular egasi yo'q ekan lekin. Yosh buzoqlardan ko'rsatgan. Necha puldan so'rayapti aka bular? 21,5? Bu ikkala kichkina. Buni-chi? Buni 13, kattani 13, mana ularda 21,5 bo'ylari 90 sm plus minus. Past 90 dan kichkina, tepasi 90 dan baland. Holatlari yaxshi. O'ndalik buzoqchalar ekan davom. Orqalarni qaranglar, orqalari yaxshi lekin janiga pachaqmonlar emas. Sog'liklari yaxshi? Bir hafta garantiya berasiz sog'ligiga? Beramizda. Nomerchi, nomer qo'yamizmi? Xaridor bor, sotaveramiz. Bugun xudo xolasa sotilib ketadi, xaridorlari bunday qilgan. Maydalar rosa kiribdi lekin, maydalar qaranglar. Mayda buzoq ko'p kiryapti lekin. Ikkalasi 21,5. Ikkitasi 21,5 mana shu ikkalasi. Yaxshi lekin 21,5 bo'lsa. 22 bo'lganda 11 dan bo'ladi. 10 million 750 dan bo'libdi. Orqalari ham jab kuchmas, yaxshi. Oyoqlari ham baquvvat. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetkazaveramiz. Videomizga like bosmaganlar like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalarga, hammalarning choralaringga Alloh baraka bersin.